qanday qilib imtihonda 20 tadan 20 ta bajarib chiqdim. Videoni oxirigacha ko'rib turganingizcha men sizga buni aytib beraman. Qarang, oddiy mana bu hali imtihon topshirganimcha nazariy imtihonlarda xabarim yo'q edi. Umuman qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak bilmasdim. Yo'l qoidalarini umuman tushunmasdim. Avtomobil haydashni ham bilmasdim. Prosta imtihonga borishim kerak. Men 3 ta qadam qildim. Birinchi qadam yo'l harakati qoidalari kitobi bor. Shu kitobni o'qidim. Uzog'i 2 kun yo 3 kun vaqtim ketdi shu kitobni bitta o'qib chiqdim. Bir marta o'qib chiqdim. Keyin xuddi shu o'qigan mavzularim bo'yicha test bajardim. Imtihon markazida tushgan savollar asosida testlar bor. O'sha asosda o'sha testlarni bajardim. Mavzular bo'yicha. Keyin biletlar bo'yicha bajarib chiqdim. Shu har bitta bilet bajarganimda, misol PTS ilovasida 1 dan 60 gacha bilet bo'lsa, har bitta bilet bajarganimda xatolarim asosida ishlab, xatolarimni ko'rib, xatolarim asosida mavzularni bitta kitobda o'qib qolardim-da, yana bajarib ketaverardim. Shunaqa qilib bajarib to 1-biletdan 60-biletgacha borganimda o'zi 20 tadan 20 tacha degan bo'ldim. Agarda sizlar ham shunaqa imkoniyatga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar va shunaqa imkoniyat xohlayotgan do'stinglar bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'yinglar, PTS ilovasi orqali ishlasin, albatta foydali bo'ladi.